Guangzhou, Nanhay, Anzar bu yerdagi novvoyxonasini mangdirayotganiga 10 necha yil bo'lib qoldi. U bir qanchilgan shogirdlari bilan non, samsi yiqish orqali dan qozondi. Bo'libmi ularning savdosi juma kuni intayin besiq bo'ladi. Nanhayda bir qancha o'rinda masjid bo'lib, juma namozidan qaytganda bozor qaynam tashqinliqqa aylanadi. Bularning ichida eng qiziydigini Saydi Vaqqas jamasi edi. Kechida yoqqandan samsilar birdamdala tugab, dasturxon tavanglari quruqtilib qoladi. Anzar Beijing Wangfujindagi kavobxonasiga birer oyda bir qatim berib hisob kitob qilishyapti. Lekin Gülnisa qo'lga elinib, Urumchidagi oshxonasi musodir qilingandan keyin ish og'irtish emas, balki nurg'un og'irchiliklardan qutulib, aram topgandek bo'lib qoldi. Hozir u Nanhay bilan Beijing o'ttirisida qatnab, ham sayohat, ham tijorat qilish yo'liga kirib oldi. Dilqut xazinasi. Shunga Şinjanni aslaydigan kunlari to'limi oz bo'lib, uni birli azoblayotgani o'g'li Axtamning yanchiqchilar shaykisiga bog'lanib, Shian Xongshan turmizida mahbus bo'lib qolganligi edi. Uning ustiga bir oy ilgari Abdusamatdan bir xat topshirib oldi. Bu xat emas, go'yoki bir parcha cho'g' bo'lib, Anzarning yurak bag'rini ko'ydirib dog' qilavatdi. U bir-biridan ig'ir, vaznlik sahifalarni o'qigan siri o'zining qandoq maxluqqa aylanib qolganligini his qildi. Mana osh xatning ta'sirimi tuyuqsizla isitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qoldi. Unumsizmi bir yildan beri kalti yutilib, nagan-naganda qon tükürib yuratdi. Bugun bo'lsa osh xatdagi aslatmalar, ta'addilar, bozgandek urilgan qattiq til ahonatlar tushida aynan namoyon bo'ldi. Ishki onaning qabristonlikda aytganlari Abdusamatning yozganlari bilan qo'shkezak edi. Uning butun aql idrogini adablab, zihniyotini parokanda qilib, vijdonining dodlashgan qulpiga palto urgandek ta'sir qilgan bu xat uning kesilini hassilab ig'irlashtiribdi. Ishki onaga o'shmanlik qilib, qanchalik ig'ir oqibatlarning javobgori bo'lib qolgani, Gülnisaning umrlik azob chekishiga, o'g'lining o'smirlik hayotiga, qizining sarson bo'lishiga u o'zi sababchi. Sababchili emas, balki shundoq bo'lishini tiladi. Shu chaqdala onasidan, qaynonasidan o'ch elib, g'arduq chiqatdi ham Gulbonimga tongli qiyomat kuni yuzim yo'ri qoldi qariya olayman deb o'ylaydi. Biroq o'rmonga o'tkazsa, yo'l quruqning hammasi kuydirib qilganidek, o'g'li Axtamning adovat qurbonlariga chetilib, ko'nglini xira qilgani nemisi? Anzar bundaq ig'ir kasal bo'lib baqqan emas. Yevatgan, ichivatgan dorilarmi nalarga ketib boradi ekan tong? Badan temperaturasi 40 Selsiya gradusdan eshib ketgan chog'larmi bo'ldi. Bir yildan beri yana qandoqdir la'nati kasal chaplashdi. Ey marhamati kang Alloh, Anzarning noshkurlik uchun o'likni yoqi yurtlarda xor qilmoqchimisan? Nima degan yolg'izlik, tanholik, g'ayriblik. Anzarjon tumishqi kelgandala Gülnisa, Axtam, Olinur, Muattarxon, Gulsumxonlarni aslamakda, seg'inmoqda. U may oyida Beijingga borganida kavobchi bolalardan qizining Beijingda ishlayotganligini anglab turib izlamagan edi. Mana endi 5 yostiqqa yetib, Azroil qishida paydo bo'lgandala, shogirdlarga telefon berib, Olinurni surishti qilib, xabarlantirishni topaladi. Uning qumi haftadan oshdi. Anzarning qiziga qilganlari o'ziga ayon. Balkim Olinur azobning ta'mining qandoq bo'ladiganligini sanmi tetib boq deb kelmasimi yo'qliq. Dadisining qilgan shumliqlarini dushmanlashib qolgan kushandisimi qilmas? Anzar karvatdan tasti tushib, besh qo'ygandek bo'ldi-da, yerda o'ltirib qoldi.
u qo'llariga taynib o'milab qopdi. Ham san turilib yurib, to'xtamay titrab turgan qo'llari bilan sirkayga qaynoq suv quydi. Ondan ustaldagi xilma-xil dorilardan olqiniga elib kap etdi. Anzar oralla qadam elib karvatiga chiqdi. U ikki yostiqni karvat yo'lanchiga yo'lab o'ringa kirishi, eshik ochilib, Olinur kirib keldi. Ko'zlariga ishonmay qolgan Anzar qo'llarini so'zib, qizini bag'riga bosqincha unsilib yig'lavatdi. Xudo, qizimga insof ato qilganingga ming-ming rahmat. Bag'rim qizim, jigarim qizim. Seni ko'pkanidim, dadamni kechir. Anzarning doli silkinib, butun badani titraydi. Sening meni kechirmasligingdan andish qilgan edim. Mana kelganingning o'zi meni kechirganliging emasmi? Rahmat qizim, sana tashakkur qizim. Dadasining insof ato qilganingga degan so'zi Olinurning gajgisini qo'radi. Aslida, mana shunchalik insof berganingga biz to'g'ri bo'ladi. Xuddi beqinlarning olqinidek ko'zdan nit qilib yosh chiqmaydigan bu odam umrida mushundoq chiroyli gaplarni qilib boqqanmidi? Urug' tuqqansiz, qovun qayrindoshsiz, farzandsiz yoq yurtlarda burniga o'lim purab qolgandili paydo bo'lib qolgan insofda bu. Dada, bo'ldi yig'lama. Olinurning yana ishchi og'rib qoldi. Seni og'rib qopdi deb anglabdi kelishim. Xili yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi qizim, xili yaxshi bo'lib qolgandek turman. Anzarning ko'zlari yoshga to'lgan edi. Seni ko'rib bir o'pqonli bo'lib qoldim. Kavab shogirdlaring 2 kunlik kechikkan bo'lsa restorandan ketib qolgan bo'latdim. Nega ketmoqchi eding? Urumchida yangidan qurilgan bir oliy maktabda o'qimoqchiman. O'pdan qilsan. Qiz bola restoranda ishlasa, nomi yaxshi bo'lmaydi. Bu amalsizlikdan bo'lgan ish, dedi Olinur. Oliy maktabda o'qish uchun yilda 6 so'mdek pul ketadi ekan. Lekin Abdusamat akamning maktabga pul so'rayotganligi xabari kelib qolg'achqa qaytadigan bo'lib qoldim. Bo'lmasa, yana 1 yil ishlamoqchi edim. Enim Abdusamat insofliq bola. Kichik chig'idan sana omroq edi. Anlasam, qo'ljiga beribsan. Shundoq Avgust oyida borgan edim. Gulsumxon opam, onamla qandoqroq turibdi. Anzarning kechidan ko'rgan tushidagi oppoq chashliq ishki ona ko'z oldida namoyon bo'ldi. Nig'matkam, Abdusamat, Ro'shangul, Askar Sabohatlar ham ularning bolalar o'pdan turibdimi? Kichik inimiz, eni do'stni o'rta maktabda o'qiyotdi deb angladim. Hamma salom aytdi. Ular seni so'ragan edi, ichkirib kirib ketgan. 1 yil bo'ldi ko'rmadim deb qo'ydim, boshqa gaplarni demadim. Rahmat sana, bu ishlardan xabarim bor. Olinur Namxayda dadasiga qarab 10 kun turib qoldi. U kunda Anzarni kiyindirib, talatuzlarga yetilab ochqatdi. Orliqda doktorxonaga 3 kun uda opirib, asmukul soldirdi. Ham og'ziga tetug'idek uy tomoqlarini etib berdi. Garchi oktyabr oylari o'ttirilishib qolgan bo'lsa-mu, Namxayning atisi oqshimidagi nam salqinni hisob qilmaganda kunduzlari yanada issiq edi. Atrofni yeshillik bilan qoplanib, kuz faslining asrorini ko'rgili bo'lmaydi. Farzand mehrining kuch-qudratimi Anzar xilil asliga kelib qoldi. Ancha-muncha kalta hütani hisobga olmaganda chiroyidan kasallik alomati ko'rinmaydi. U qizini taksiga selib, bog'chilarga, Janubiy dengiz sohillariga opirib o'ynatdi. Oliy restoranlarda mehmon qildi. Bola degan yanada bola ekan. Olinur dadasining solgan azoblarini Dilqut xazinasi. Albatta, ota mehri deganmi ulug' ham xislatli qudratda.
Anzarning tenidagi qon qizining yuraklarida mavj uruvassa. Farzand ota tenining bir parchasi tursa, ular go'yo o'xshash qutbliq magnatdek bir-biriga yaqinlashganda tartishmay qolamdi. Kunlar o'tgan sari Oliy Nur xeyli bak jiddiylashib qoldi. G'arbiy diyor millatlar institutida dars boshlag'ili bir oydan eshib qolgan edi. Shunga menish oldida dadasining kiyim-kechak, yotgan ko'rpa tashlarini so'kib yuvdi. Ondan ayol kishining qo'li tegmagan uyni bir qur tozalab, hamma narsani ratladi. Tam ishkabidagi to'pi bosgan chini qochalarni surtib etib, bir parcha xat qo'liga chiqib qoldi. Oliy Nur konvert ustidagi adres ismi qarabla Abdusamatning xat ekanligini bilib qiziqsinib qoldi. Bu jigarlik aksi Oliy Nur ikki qatim g'uljiga borganda Anzarni ayiblab g'alati gaplarni qilgan edi. Kim biladi, o'zi to'g'riliqmi, yana nimalar yezaldi. Bo'lmasa, dadasi bundaq elikdak erib ketamdi. Oliy Nur xatni sumkasining tegiga selavatdi. Oliy Nurning qaytmoqchi bo'lganligini anglagan Anzarning ichida bir yer ko'ygandek echishdi. O 6000 so'm pulni qizining oldiga qo'yib, bir haza o'zini ayblab ketdi. Rahmat dada, bu pulni o'zing ishlat. Abdusamat akam maktabning 1 yillik pulini to'lab yetibdi, dedi Oliy Nur samimiylik bilan. Kelar yillik pulni bo'lsa o'zim ishlab tayyorladim. Endi bu pulning ortiqcha. Mendan og'irnishing, nafratlanishing haqli qizim. Anzarning talabbuzi bakmi yumshoq edi. Ammo oxirgacha o'shmanlik saqlasang bo'lamdi. Biz oti balog'u. Xato tushunib qolma. O'shmanlik saqlash yomon illat. Bu faqat qari ko'ngil, nodon, aponing uni qudratini tushunmaydigan odamga xos illat. Xatning mazmunidan xabarsiz Oliy Nur tuz ko'ngli bilan bu gaplarni qilganda Anzarning yuzi totirib ketdi. Abdusamatning yomon illat, qari ko'ngil, nodonlik degan xitoblari, shundaqla qizingning siz bergan zaharni ichimanki, dadamning pulini olmayman degan so'zlarini qandoq tushundirsan deb yozgan sahifalari yana bir qitim quloq tubida jarangladi. Rostini olmamsan qizim? Yondirib so'radi Anzar. Mening ko'nglimni g'alatilik qilib qo'yding-ku. Hargiz undaq o'ylama. O'qishimning ham rasxotlarini g'amlab bo'ldim. Men degan qiz bola, bundaq chiqpullarni ko'tarib yursammi xatarlik. Bo'ladi. Oliy Nur dadasining g'amkin chiroyiga qarab yuragi echishdi. Osh adresimga qartib xat yozsam tegadigan-da. Xat yozib yurmagin. Men maktabga borgandan keyin sen telefon beraman. Alsam, yotqimizda kartoshkalik telefon bor ekan. Onun numarini deb bilsam pat-pat aloqalashib turmaymizmi? Anzar qizini Guangzhou poyezd stansiyasiga boradigan 52-yo'l avtobusiga selib qo'ydi. Oliy Nur darizdan qo'l bilan otib qolgan dadasining qarisi ko'rinmay qolgach qarab turdi. Ondan joylashib o'tirib olgandan keyin so'mkasidan Abdusamatning xatini elib, avaylab ochdida qo'pol sahifalarga ko'z yugurtdi. Aka, balkim anglagansan. Gülnisa muddasiz qamoq jazosiga giribtor bo'lib, turma azobini tortib o'tadi. O'g'ling Ahtam bo'lsa, yot yurtda, gunduxonada narsidi ko'zlarini panjirdan tushgan gungu yo'riqqa tikib, erkinlik tashna bo'lib yotadigandu. Qizing Oliy Nurni bo'lsa, xuddi yovmush o'tkir tirnoqliq panjirlarda kaptar boshqasini o'yintib, yumron tinni qoniq bo'yib qiynab rohatlanding. Tangligan pushaymon iskanchisi qolgan ishga onini vijdon azobida o'rtab, choshiringni mazgilsiz oqartib etding. Endi armoningga yetgansan. Onam nodonligidan, ammo yaxshi ko'ngli bilan Gülnisani sana nikohlab elib berganlik uchun mani ko'rib tur, sen majburlagan xotinni azoblab, sening yurkingni xun qilmasam degan g'arazda Gülnisani atay xoldi ko'chaga boshladim. Gülnisa yosh edi. U hissiyotsiz,
tuğsiz birer çalma yoki tosh emas. Xuddi sen Gulbanum hadimizga Majnunlarcha oshiq bo'lib, bo'ron yomg'ir, qor shivirg'an tun kechilar misqolcha azob bilinmagandek, o'lmasang ashundoq ko'ngil maylini bergan edi. Bu yo'lda hatto o'zini qurbon qila olaydi. Uni sen to'y kechisi tashlab chiqib ketgandan keyin 10 yillab seni kutdi. Seg'inish, taqazzolik bilan saqladi. Balonni cho'ng qoldi. Erkakchining zotini badaniga qo'ndirmadi. Bu nima uchun? Faqat uning muhabbatli ko'ngil saynosida seningdek bir vafosizning chirig'i yo'rib turadi. Uning bu fidokorligini o'tinchining org'amchisida emas, zagarning tarosida o'lchash kerak. Gulnisodek chiroyli, subatliq ayolni har qandoq o'ziga jukka halol qiladi. Sening mayling bo'lmagan ekan, nima uchun uning ajrish tarafiga ma'qul demading? Bu xuddi sotrashning aynikidek aniq. U baxtini tepib, tatliq turmushga erishsa, onamdan qisos elib, huzurlanadigan vastin bo'lmay qoladi-da. Xayriyat, sen ko'zlagan orzularingga yetding. Amdili baxt bo'sug'isiga qadam qo'ydim deb shatlangan bir notivan ojizani xo'rlading. Uning ayollik his tuyg'ulariga hurmat bilan qaramading. Talmirib qargan ko'zlariga dushmanlik nazarda baqding. Bara-bara yurak rejallari jush urib turgan bu yosh cho'konni o'zing ko'zlagan go'ri zindonga opirib so'luding. Alinur bu sahifalarni o'qib etib, Abdusamatning akam ishki onadan o'ch elishdek munofiqlik yo'liga mengapti. U ishki onadan o'ch elish maqsadiga yetdi. Bu planliq, maqsadli qilingan suiqasd degan so'zlarning tegiga yetgandek bo'ldi. U o'zi haqida nimalar deyilganligiga qiziqib, xatning davomiga ko'z yugurtdi. Esingdimi aka? Sen bir qatim yarim kechada daryo bo'yi ko'chasiga ketib, xomush qaytib kelding. At deganda sendan nima yuz berganligini so'rsam, chiroying qor burandek tutilgan holda, Dajjal qirmini qaysimiz qalandar divona, xalqonam biladi. Bu zidipas pisandi. Halingga beqib ol tortib, Qashqarligingdan tepib ol devatmamdi. Xap bu taranch xotinning haqoratlarini ko'nglimga sep qo'ydim. Bir kunlar kelganda to'ydirmay o'pkisiga qoqaman degan edim. Esimda aniq turibdi. Shu chog'da men aka, onam sening tutgan uyingga bir qatim, ularning o'ylisiga ikki qatim besib kirib, qon siydirib etgan qabohatlik tillarni yog'dirganligini bilib turib, bundoq desang durust bo'lmaydi. Gulsumxon onamo onamning haqoratini singdirolmay, sang til solgan gap. Buningga o'chirish ketamdi deganimda, sen bo'ldi, mangdul nasat qilib ketma. Bir mo'rt keladi, fuqadan chiqaman. Men g'oljilik taranchi deganingga to'yg'izmasam degan edim. Xolos kalam ning bo'ldi? Sen onam uchun Gulnisoni qurbonlik qilganingdek, Gulsumxon ona uchun qizing Olinurdan ant qisos olding. Chunki bu atlimi go'shni tug'ilug'inidan tortib o'zi boqqanlik uchun Olinur bu mazlumning jonjigiri edi. Rast gapni qilganda o'zi yo'qning yuzi yo'q degandek qizingga otiliq muhabbating yo'q. Uningdan allabur mehring ko'tarilib ketgan. Mehr shafqatlaringni o'shmanlik o'tlar ko'ydirib kulga aylantirgan. O'shmanlik zahardek bir o'ttirki, uning yildiz uzargan siri dushmanlik urug'lar ko'paydi. Sening o'z vaqtida ko'nglingga selib qo'ygan osh o'shmanliking chechakladi. Meni berdi, urug' tutdi. Natijada qizingga rahim qilmay, Gulsumxon onadan o'ch elishga boshlading. Bechara kichik qizni ko'rinishda maktabga akirgan bo'lding-ku, qarzga tutib berib qechib ketding. Senda pul yo'q emas edi. Hech qanday tutqidek sabqi yo'q Olinur. Ta'tillarda dam elish kunlari qochish yo'q. Kul tortib, yunda to'kib yurib bir qarzni oran tugatdi yo'q. Oliy maktab imtihon qatnasha olmay maktabdan chekindi. Bilqut xazinasi. Chunki uningda iqtisodiy mador qolmagan edi. Sen xuddi pol solgandek tuyuqsizli paydo bo'ldingda, qizingning qandoq oqibatga duchor bo'lganligini bilgandek gapni so'ramading. Olinur g'oljaga ketaman deb qo'ymading. Nima uchun?
Xuddi ko'ngling tartmagan xotining Gulnisani qo'yib bermaganingdek, Gulsumxon onaning munguzini sirqirtish planing to'liq kamolatga yetmagan edi. Shunga bu nodon, sodda, oq ko'ngil qiz ikkinchi qatim sen qurgan qopqonga dasidi. U yerdimi qarz qoldiki dumbalanib maktabdan chekindi. Buningga yo'q deb bosh chayqay olamsan. Qilgan rezilliklaring oyoqdagi qiytiqdek ayon tursa, agar shu chaqlarda qizing ko'chada qilib, ochliq, makonsizlik tufaylidan yomon yo'llarga kirib ketgan bo'lsa, sening o'ch adovat tufaylidan qariyib ketgan ola ko'ngling, qari niyating shodlikdan yoshnab ketgan bo'ladi. Albatta, bu zarba Gulsumxon onani qon yig'iltib, seni kuldirdi-da. Alinur xattin beshini ko'tirib, ko'zlari qisilib, nagidir qarab tengirqab qoldi. U birdilla fojialik hayotining yiltizini ko'rgandek bo'ldi. Darvaqa Alinur tex pishmabdi. Turmush o'choqlarida shuncha qo'rilib, kuyib, ko'rmashga aylangan bo'lsa-mu, hayotlikda yuz berayotgan bundoq yeni fikrlarning borligini o'ylamabdi. Yana kelib o'z dadasidan-da Yenim yaxshi, Alinur aqlini jo'rib, beshiga kelgan kulpat, zulm, xo'rliqlarini ishki mo'maydan pinhon tutib, yazmig'inni jahon ish bo'pti. Bo'lmasa ular umrdan burun azob bilan ketib qolsa, anzar o'ch elishning mevasini ko'rgan bo'lar edi. Ko'zlariga yig'i yamashgan Alinur xatning davomini o'qishga boshladi. Aka, Alinur bu qatim yana g'oljaga keldi. U hamma urug' tuqqan, tunish bilishlarga. Dadam ishkirda tijorat qilyotdi. Gulni sohadan bo'lsa, Urumchida oshxona ichyotdi. Ular omonisan degan gapdan boshqa seni yoki Gulnisoni yomon ko'rsatadigan biror eg'iz gap so'zladi bo'lmadi. Ammo men xeyli burunla Urumchidan kelgan tijoratchi og'inlardan ba'zi ahvollarni o'qib Turg'unjon, Ramilaga xat yozib bo'lgan ishlarni egilab bo'lgan edim. Shunga Alinurni uyimga boshlab kelib, ayrim gap so'rsam, u hech nima degani unamadi. Dadam Gulniso hadamlar o'pdan turibdi. Ular to'g'riliq bo'lingan o'sak gaplarga ishonmang deb turib oldi. Amalning yo'qida men Gulnisoning qilmishlaridan tortib, uning 14-o'rta maktab, yezigilik mashinlashtirish maktabi, Uchtash oshxonalardagi ma'dakorchiliklarni hammani o'ttirib qo'yib bergandilar, u pangida etilib ketdi. Aka, qiz bola odatda otaga amroq keladi. Lekin sen qizingning qalbida muhabbat uyg'otdingmi yoki nafratmi? Uning siz zahar bersangiz ichiman, lekin dadamning pulini olmayman degan bir jumla so'zi yetarlik bo'lsa kerak. Qisqasi, sen o'ch elish yo'lda eng asl narsalaringni yo'qotding. Echinishlik shuki, qabih vositalaring o'g'ling Ahtamni bu qaynamga so'rab kirdi. U bir kunlar kelib aqlini topganda o'ch olmay qolami? Chunki sen butun bir oilaning qotili. Bu o'tni olam ekanligini unutib qolma. Sen men qandoq qata, qandoq odam degan savolni o'zingga qo'yib boq. Esingda bir chaqlarda oqkala, qarkala, seriqkala rivoyatini so'zlab berganing. Shundoq biz bir millat, bir dindosh, bir qavm. Aşı oqkala, qarkala, seriqkala, baribir bir kala. O'ylab ko'r, hozir biz qaysi davr, qandoq zamonda yashayapmiz? 21-asr bo'so'g'illarga kelib qolgan turuvliqmi? Bizdagi abgalik, yurtvozlik, qumdak chechilish, o'sh adovat, qisasxo'rlik tugimsa, biz zodi qandoq millat bo'lib qoldik? Seningdek bir o'qimishliq ziyoli tabriqchilik tufaylidan, onalardan, xotin bolalardan qisas olsa, bizning ajdodlarimizning ro'yi xush bo'larmi? Keyingi avlodlarimiz yo'q. To'g'ri deyman. Bu maraz kasal ko'nglar bilan ketar desam, hozirqilarga uydum bo'lib qolgan nimasi? Men sana xitimning oxirida Muhammad alayhissalomning ulug' hikmatini taqdim qilay. Odamlarning xor va zabun bo'lishiga sabab bo'ladigan narsa nodonlik va tabriqchilikdir. Alinur
avtobusning o'rindig'iga tashlanib ko'zlarini yumdi. Abdusamatning bu xiti rayimsiz haqiqatni echib bergan odil sudchi edi. Hayotlik yo'li, umr manzili g'oyat zo'r sahna ekan. Shodlik ham qayg'ular, visol judoliklar, baxt va baxtsizliklar, hiyla mekir saxtaliklar, manfaat ko'ydi bir-biriga qon chechishlar, tamaxo'rlik, hasad, o'ri ko'lashlar, qisqasi xushalliqdan xafaliq to'la, azob uqubat, foja, tragediyalar bu sahnada qaror topadi ekan. Ijobiy qahramonlar hasrat nadomat rolini elib qon yutib o'tadi ekan. Salbiy personajlar bo'lsa o'z yomonliklari bilan tantana qiladi ekan. Aqtamga o'xshash bir kimga yomonlikmi qilmay, sahna atrofida cho'rgilab yurganlarmi hech sababsizlar qurbon bo'ladi ekan. Guangzhoudan Xi'anga boradigan poyezd beltalay. Pichirladi Olinur. Aqtam jahonning u chetidagi turmida bo'lsin izlab topaman. Uning man qilgan yaxshiliklarini qaytiraman. U tex bola edi. 5ni elib chiqib ketganda 16 yoshga kirgan. Pak, g'ubarsiz bu o'smirning o'g'li zodi kimga? Yanchuqchilar shaykisi qandoq bo'lib chetilib qolgan? Bu uning jinoyati emas. Yanala dadam Anzar. Atsi tushdan keyin Beijing Xi'an poyezdiga o'ltirgan Olinur poytaxt shahar Beijing bilan xo'shlashdi. Uning qalbi oliy maktab muhabbati bilan to'lgan edi. Bu muhabbatning qanchalik badallari badaliga kelganligi uning xayol kaptirini yanala heliq sarsonlik yillarga akatdi. Anglayotganinglar Beli Qutbordun anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Xotima. Aradan yarim yil o'tdi. May oylarining o'ttirlari. Urumchidan kechalab yo'lga chiqqan Santana tong suzilish bilan o'taydan o'tib ketdi. Qizg'ish qo'ng'ir cho'qchaygan bo'rtala osmini qon qo'ygandek qizirib, chiqish oldida turgan quyoshdan xabar bermoqda edi. Qo'yundek chepib kelayotgan Santana xuddi ajaldan qochgandek kelyapsimi, azroqla o'ng'ul-do'ng'ul katanglarga kelganda ostilab siliq o'tib ketadi-da, yana sur'atini tezlatib, jedallab mang'atdi. Mashinada shofer yigitdan boshqa yana 2 kishi bo'lib, orqadagi 3 kishilik o'rinda Anzar ko'zlarini yumib o'ngdisida yotadi. Oldida o'ltirgan Abdusamat pat-patla orqasiga qarab qo'yatdi. Ham oksidan ahvol so'raydi. Eg'ir silkisar bilan o'rin tutib yetib qolgan aksini Guangzhoudan aeroplanda akelgan Abdusamat Urumchiga tushganda yana aeroplan bilan G'o'jiga akatmoqchi bo'lgan edi. Anzar yo'llarni ko'rib mangay deb turib oldi. Shunga ular maxsus taksi kira qilib mangan edi. Shundaqdimi Abdusamat yilidan yili o'zgarib turgan aksidan ansirab, G'o'jiga tezroq yetib berishni o'ylaydi. Demi siqilib, nafas yetishtirolmay qolgan Anzar turibla ko'zlari chaqchib, xirqirab qoladi. Abdusamat, dedi Anzar orqasiga qargan inisiga. Yenimga o't. Meni yulab o'ldir. Ballarim og'rib ketdi. Abdusamat mashinani to'xtatib orqaga o'tdi-da, aksini yulab o'ltirdi. Inisining ko'krigiga yo'nib o'ltirgan Anzarning nafas elishi orom bergandek bo'lib, putlarini mashina divonidan yerga oldi. Darizidan chalib uchiq ko'ringan dal daraxt, ko'k osmon, epiz ellarni ko'rib, dedi Anzar dam-dam to'xtab so'zlab. Qashqar esimga kelib qoldi. Shuncha yillar umrim sirtladi o'tib ketibdi. Ajab, ona yurtimni yo'qlay olmabdiman. Ona
Her bir taş tuprağını gözümge sürtkidek boldum. Sәлі яқшы боп қалсаң, dedi Abdüsamet akısının könlünü yasap. Seni özüm apırıp körüstüp kelimen. Niğmetkan bilen anam mı berip geldi. Kaşgarını körüş. Enzer açık gülümsiredi. Nesip bola mı? Ondaq deme aka, bir optalı durmam sen. Esindi mı? Kiçik çağlarımızda seni yetilep nənələge gitətdim. Qashqarning shimolidagi tuman, janubidagi Qizil daryo bo'ylarida o'ynaydik. Anzar asrab sal to'xtab oldi. Saman Bashkiramning bog'larini jannat des ortiq ketmas. Hadis chiroyli havoliq yerlar edi. G'uva esimdi ba. Abdüsamet akısının chiroyiga sap soldi. Men daraxtdagi uvlardan qush bolalarini elib ber desam sen uvol buludu. Zini ba, uni bir jon deytding. Etga jamas qo'rusining eriq bo'ylariga tarat elish uchun qo'ygan qum cho'gillarining birini cheqib qo'yib, qechib ketganing esingda bormi? Esimda, lekin maznaxunim seni tutib olgan edi. Tova, qurban et atdiganligi, etgoh oldidagi samochilarga qo'shilib o'ynadik. Ammo seni yuttirib qo'yib, kashkichi uyga kirolmagan edim. Anzar yosh bilan to'lgan ko'zlarini yoshirdi. Qashqar. Qashqar. Kindiq qanam to'kilgan aziz tuproq. Anjur, anar, pista badam. Aynola, bihilik bağlarının muşki ambardek yitleri. Tamaqlarımga urilib atıdı. Boşundaq may aylarida Qashqar gül çiçeklerge pürkünüdü. Abdüsametning öküz öğrünüp, dimiği zingidi etişti de gözleriga yaş geldi. Ana yurt xumari, ana yurt paraqi hem sevg'inishi ajal bilan elishayotgan odam uchun yaxshilikdan beshorat emas edi. Ko'nlar tulkimi o'ladigan chig'ida tumshqini ini tarafga qilib o'ladi deyishi emasmi? Balkim ona tuproqmi yaxshi ko'rgan ayoli uchun nurg'unlagan savalliklarni sodir qilgan dardman o'g'lini ko'nglida oqlayotgandi. Darvaqa Anzar Gulbanom uchun vaylun do'zaqqimi kulib turib kirgan bo'ladi. Santana jilg'i yo'lidan bargan siri yuqori o'rlab, egiz edir ustiga chiqish bilan pastga ko'pkuk yaltirab turgan sayram guli ko'rindi. Chayqalayotgan hayvatlik suv to'lqinlari qirg'oqlarga urilib, o'nchilarni chashirtatdi. Ko'l o'ttirlaridagi oq shoyidek yeyilgan sho'llar osmondagi bulutlarning aksi edi. Qara aka, sayram guli, dedi Abdüsamet dariza aynigini tushirib. Ko'rdingmi? Sho'pirg'i degan mashinani ko'l qirg'og'idagi aplikrak yerga to'xtatsin. Men mashinadan tushaman. Yo'l bo'yi bemordan ansirab kelgan sho'pir bola mashinani qalin o't bilan qoplangan chimliqqa to'xtatdi-da, Anzarni yo'lab tushirishga yordamlashdi. Anzar 10 qadam oldiga menib, o't cho'plar orasidan cho'qchib chiqqan qo'ram tashlarining birida o'ltirmoqchi bo'lib edi. Abdüsamet chapinni 4 qatlab selib berdi. Atrofdagi tog' yonbag'irlarida, maxmaldak idir g'ollarida, seriqchidak kokkuk guli, cho'g'luq, oq laylidak yovi gullar ho'ppida echilib ketgan bo'lib, xuddi har xil bo'yoqlarni to'kib o'tgandek ko'rinadi.
pes qaptallardan taq cho'qinlargacha osmonga bo'y tortgan qarg'aylarning ustunlarida laylab yurgan oq bulutlar cho'nqur jilg'larga so'sin rang soylarni tashlagan edi. Yiroqlarda top-top qo'y, kalalar, uyur yilqilar o'tlab yurishatdi. Pastlikda bo'lsa, Sayram ko'lning zumratdek suzuk suyi birida shovuldab, birida shapildab qirg'oqlarga o'rilatdi. Anzar hayotlikdagi bundoq go'zal manzirlarni go'yo ko'z qarchiqlariga singdirib olmoqchi bo'lgandek to'ymay qaraydi. Abdusamad İleylik ağaynilarning heliq naqsi esingda bormi? Qaysi naqshindaysan aka? Nimeydi? To'g'ri. Sayramning kuli deydi. Ya oqmaydi, toshmaydi. O'limning elchisi kelsa, yosh qirig'i boqmaydi. Ko'ngli o'yib, ko'zlaridan yosh agigan Abdusamad nalargadir qarab oldi. U ishki ona keltirgan ig'ir azob, dard alamlar uning yurak bag'rini yeb, mush kasalga giribdor qildi deb o'yladi. Shundoq bu yil 46 yoshga kiribdimi? Navbatning mankab qolganini ko'rmamdigan. Oppoq qarliq cho'qlarga tikilib qolgan Anzar inisining unsiz yosh to'kayotganligini ko'rib, deyishga tegishli bo'lmagan gaplarni deb solganligini his qilib, zo'm-zo kuldi. Abdusamad, asliga alamsan. Biz Qashqardan yo'tkilib chiqqanda osh talgidovni ustida ko'rishdek yaltirab turgan qarigan edik. Qarg'a xaltadagi qetiqni aralashtirib, do'g'ab qilib ishkinimizni zatil unutolmayman. Anam kulib turib, iyul edi qariyidoq desak, Qashqarliklar ishinami degan edi. Ras. Hammamiz hayron has bo'lishgan edik. Osti yop-yeshil o'tloq chimanzor, rangarang gullar echilgan. Ammo ularning usti oppoq qor. Sayram bo'yining uzilmas chiqib turgan salqin shamini ta'sir qildimi, Anzar yo'tilib ketdi. Uning og'ziga tutgan oq lo'ngisida bir parcha qon o'yitmis lig'irlab turadi. Qalblarimi qip-qizil bo'yilib ketgan edi. Abdusamad mineral suv bilan uning og'zini chayqatqizib, qo'ltiqidan yo'ladi. Aka, so'g'uq tegib qolmasin, mashina chiqayli. Ay, Darixa, bir chaqlarda Gulbonu mishkimiz yashash nima degan ma'nilik deyishgan edik. Shundoq odamning ko'zi qiymaydi ekan. Hayot qanchalik azobli bo'lsa-mu, yanala ko'zi qiymaydi ekan. Santana ilgirlab, talkining yılan paqir davan yo'ldan bargan siri pastlab, Kangsay yo'liga tushdi. Sol tarafdagi cho'nqur jilg'idan toshdan toshga urilib eqiyotgan tog' suvlarining shovqinlari anglanib turadi. Ikki tarafdagi tish tog'lar, qo'ram toshlar, chiqillar, qorong'u qaptallar ko'rinmagida qoplab ketgan qarg'ayzorliklar qor bulutdek chek ko'rinmaydi. Ular Kangsayni orqada qoldirib, go'zi-go'dan o'tgandan keyinla Anzar barg'ansiri bo'shib ketdi. U jonsiz qo'llari bilan yanchiqidan og'zi chaplangan konvertni o'zini yo'lab o'tirgan inisiga tutqazdi. Uning vasiyatnoma ekanligiga ko'zi yetgan Abdusamadning ko'ngli bo'lakchili alamzada bo'lib, yoshlarini to'xtata olmadi. Ukam Abdusamad, dedi Anzar birdan tinib elib. Men o'ldirolmaydigan o'xshayman. G'o'ljidagi mehmonxonadan qilindigan kirim, hozirgacha yiqqan pulimni qandoq bartaraf qilish mushuninga kesilgan. Ali Nur bilan Axtamga
ko'proq bo'ldi. Gulnisonim unutib qolmadim. Anglasam, u turmada elishib qoptimish. Aka, nimalarni da'vatqansan? Abdusamatning ovozi g'arang-g'urang chiqdi. Sen cho'qim yaxshi bo'lib ketsan. Voy, yig'layapsan. Yuzimga issiq bir nima tamdi-g'o. Ali Nur bek obdan bola bo'ldi. U Shian Xongxian turmasiga berib, insini yo'qlabdi. Yemak ichmak, kiyim-kechak berib kelibdi. Baxtammo, yana 1 yilda turmadan chiqqadak. Ali Nur menga telefon bergan. Men aloqalashib turib, Axtam turmadan chiqqan amman o'zim berib akilib olaman. Rahmat ukam. Aramizda sen ajab bir tug'ilib qopti ekansan. Hammaga yetishlik, hammaga saxovatlik. Anzar nafas yetishtirolmay, yuqorga tinqirnicha xiylig'icha gap qila olmadi. Rost, turmada elishib qolgan ig'ir kasallarni oilasiga qaytirib, jazosini turma sirtida o'tashga qo'yib beradi ekan. Mumkin bo'lsa, Gulnisoni qaytirib kelib, mening pulim bilan davolatgan. Ammo ishimiz yo'q. Natovan yetim. Men mu shundoq o'ylagan aka. Axtam bilan ona bola ikkisini jam qilaman. Xudo o'ylaganlaringga yetkazsin. Ko'nglim elishyotdi. Darizani och. Anzar orqa-orqadan qon yondirdi. Abdusamat akasining og'zini chayqab bo'lib, yanala yenida uni quchoqlab o'ltirdi. Santana sur'atini tezlatib, g'uljiga qarab yurib ketdi. Aka, Chimsxo'zidan g'ulji qayrildik. Akasining bir xilda xarqirab qolganidan qo'rqib qolgan Abdusamat qasdan o'lni ko'tirib dedi. Qarg'ana, g'uljiga kirdik. Beshimni yular. Zaif ingradi Anzar ham nuri o'chayotgan ko'zlarini sirtqa tikdi. Meni ikkinchi yurtim G'ulja. Bo'ston G'ulja. Jannatim G'ulja. Anzar inisining quchqig'i bosh qo'ygunicha jimib ketdi. Bir chaqladila nimalarnidir deb pichirlayotganligini ko'rgan Abdusamat qo'liqini uning og'ziga yaqin akaldida uning so'zlarini oralla anqiraladi. Gulbonim, bir kunlarda mening qishimga qaytib kelasiz degan edi. Meni uning qishiga qo'yinglar. Aka! Abdusamat silib yig'lavatdi. Mashina ushqandek chapmoqda. Bayandayning bo'k qor yog'ochliq yo'llaridan uzab shahar bo'sug'isiga kirib kelganda Anzar inis Abdusamatning nolazorini anglamadi. Chunki uning ruhi Gulbonim tamam uchib ketgan edi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Natavalla nomli romani bugun mush yerda tamomlandi.